Agar mazlum bo'lgan xalq iymonida qanchalik mustahkam turib, Allohga shuncha yaqinlasha olsa, Allohning yordami u xalqga shunchalik tez tushadi. Tarixdagi bugun, ya'ni Ramazonning 6-kuni Musa alayhisalomga samoviy kitoblardan biri bo'lgan Tavrat nozil qilingan. Va yana bugungi bu kunda, ya'ni Hijriyaning 63-yili Ramazonning 6-kuni Muhammad ibn Qasim as-Saqafiy qo'mondonligidagi musulmonlar qo'shini Pokistonni fath qilgan. Bu vaqt islom tarixidagi Valid ibn Abdul Malik rahimahullohning xilofatlik davriga to'g'ri keladi. Bu mezgil islomning shiddat bilan kengayayotgan mezgillari bo'lib, dunyoning taraf-taraflariga shijoatlik, pam-farosatli qo'mondonlarni avatib, cho'ng davlatlarni olgan Pakistanning fatih qilguvchisi qo'mondon Muhammad ibn Qasimmo ana shu jasur fatihlardan biri bo'lib, eng kichik qo'mondon nomi bilan mashhurdir. U yeshining kichikligiga qaramay urushdagi farosati bilan tunilgan. Islom fathi bilan birga insonlarga islomning adolatini yetkazgan. Hatta u qo'shin boshlab kelgan joydagi buddistlar va musulmonlarni o'zlarining qutqazg'uchisi ko'rib, musulmonlar qo'shiniga yordam qilgan. Shundaqla islom tarixidagi bugungi kun yana bir mashhur fathga shohidlik qiladi. U bo'lsa-mu Hijriya 532-yili Ramazonning 6-kuni Shomning, ya'ni bugungi Suriyaning Halab zaminida Imoduddin Zanki qo'mondonligidagi musulmonlar qo'shinining xristianlarni mag'lub qilib, Halabni fath qilishi. Bugungi suhbatimizda yuqorqi ahamiyatli voqealar ichidagi Tavrat tushirilgan Musa alayhisalomning qavmi Bani İsrail haqida azroq to'xtalib o'taylik. Qur'on Karimda ko'p tilga ilingan qissalardan biri Bani İsrail qissasi bo'lib, bu qissadan musulmonlar har xil savoq va ibratlarni chiqara oladi. Bu qissa bo'libmi ularga o'xshash zulmga uchragan millatlarga nisbatan to'liq foydali va ma'nili qissa hisoblanadi. Bani İsrail qissasining qisqacha mazmuni bo'lsa, Firavun bir kuni taxti Bani İsrail tarafidan vayron qilinib, qo'rqinchli bir tush ko'rdi. Va shuningdan keyin u Bani İsrail xalqiga zulm qilishga boshlaydi. U ko'rgan tushida Baytul Muqaddasdan bir o't chiqib, u o'tning Misrdagi Isroil avlodlarining uylaridan boshqa Misrliklarning uylariga kirganligini ko'rdi. U tushning ta'biri bo'lsa, Firavun podshohligining gumron bo'lib ketishi İsrail avlodlaridan bir kishining qo'lida ekanligini bildiradi. Ba'zi rivoyatlarda mundaq deb kelgan. Uning yanida davomli birga turadigan yaqinlari va İsrail avlodlari o'ziga cho'ng bir davlat qurib beradigan bir kishining ichidan chiqishini kutib turayotganligini uning so'zlab berdi. Shu vaqtdan boshlab Firavun İsrail avlodlaridan tug'ilgan qiz bolalarni o'ldirmay, ularning ishidan tug'ilgan har qanday o'g'il bolani o'ldirdi va İsrail avlodlarini eng jafoliq va eng past ishlarga selishga buyurdi. Erlarini o'ldirib qirg'in qilsa, ayollarni qul qilib xo'rlaydi. Firavun taxtidan ayrilib qolishdan qo'rqib, zulmning shiddatini texmi oshirdi. Son-sanoqsiz kishilarni o'ldirib, haddidan oshdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Shubhisizki Firavun Misr zaminida zo'migarlikda haddidan oshdi. Aholisini bo'laklarga bo'lib, ulardan bir toifa, ya'ni Bani İsrailni bo'zaq qildi. Ularning o'g'illarini o'ldirib, qizlarini xizmatga selish uchun tirik qoldi." Firavun haqiqatan buzg'unchilardan edi. Qissaga qaraydigan bo'lsak, bu zulmning kelib chiqish xarakterining vatanimizdagi xalqimizga zulm qilayotgan zolim Xitoyning zulmi bilan o'xshashligini his qilamiz. Firavun taxtining vayron qilinishidan qo'rqib Bani İsrailga zulm qilgan bo'lsa, Xitoylar muborak vatanimizni qaytadan ozod qiladigan o't yurak Uyg'ur yigitlarining chiqishidan ansirab, xalqimizning erlarini markaz qilib tutib kamplarga solmoqda. Xohlagancha qirg'in qilmoqda. Ayollarimizni bo'lsa, qul o'rnida zavodlarda majburiy ishlatmoqda. Firavun buvoqlardan qo'rqib, tug'ilgan erkak buvoqlarni o'ldirgan bo'lsa, bugun Xitoy onasining qo'rsiqidagi texi jinsiyati ma'lum bo'lmagan to'ralmalardan qo'rqib, ularga tug'ilish fursatini bermay, ularni o'ldirmoqda. Qur'on Karimdagi bizga o'xshash zulmga uchragan qavmlarning qissalarining tafsiliy bayon qilinishini bir tarafdan bizga qilingan rahmat deb tushunsak, yana bir tarafdan ularning hayoti, zulmga qarshi tutgan pozitsiyasi, zolimga qarshi mustahkam maydoni va ulardan g'olib kelish jarayonidan o'rnak olishimiz, uningdan dars chiqarib bu kulfatlardan qutulishimiz uchun sizib berilgan yo'l xaritasidir. Zulmdan chiqish yo'li topolmagan kishilarga berilgan Qur'on Karimdagi yo'l yo'riqlarga qarag'animizda oldi bilan o'zining xatoligini tunishning muhim ekanligini bayqaymiz. Yunus alayhisalomni biliq yutib o'tganda Allohga yilinib turib qilgan: "Ey Rabbim, men o'zimga zulm qilg'ichilardan bo'ldim" degan duosi va Nuh alayhisalomning duosidagi "Rabbim, men mag'lub bo'ldim, menga yordam qilgin" deb qilgan duolari o'zining xatoligini e'tirof qilishda bizga namuna bo'ladi. Bizmi oldi bilan o'zimizning xatoliklarimizdan, tarixda sodir qilgan va bugunmi sodir qilinayotgan xatoliklarimiz haqida ko'proq o'ylanishimiz va o'tkazgan xatoliklarimizni e'tirof qilib, uningdan dars chiqarishimiz, Allohning haqlariga kirib qo'ygan joylarimiz uchun Allohga samimiy tavba qilishimiz lozim. Mazlumlarga berilgan Qur'on Karimdagi yo'l yo'riqlardan biri bo'lsa, uzluksiz harakat qilish. Bu masala uzun yillardan beri musulmonlar
o'z loyiqida muomala qila olmay kelayotgan masalalardan biri bo'lib, bir qism musulmonlar umidni Allohga bog'lab, Allohning yordamiga erishishdagi sabab natija qonuniyatini butunlay nazardan soqit qilsa, yana ba'zilari o'zining tirishchanligi bilan zulmdan qutulib keta oladiganligiga va yoki birlarining yordami bu zulmning chiqish yo'li ekanligiga ishonib yuradi. Bani Isroil qissadagi Musa alayhisalomning onasi Hazreti Sara'nın o'ltirishni o'tib kelgan bovuqini qutuldirish uchun Allohga murojaat qilgan va buvoqni chiqib daryoga qo'yib atganligi, orqadan sababini ham birga qilib qizini orqasidan ko'z tutishga qo'yganligi va uning Allohga yolvorib qilgan duosida sabab natija munosabati texmi ro'shan aks etgan. 3-yo'l yo'ruq zulmga qarshi tayyorlik qilish. Mazlum millatlar eng bak ahamiyat berishga tegishli xususlardan biri tayyorlik qilishdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Dushmanlaringlar bilan urush qilish uchun qo'linglardan kelishcha qoral kuchi, jang eti tayyorlanglar. Buning bilan Allohning dushmanini, o'zinglarning dushmaninglarni va ulardan boshqa sizlar bilmaydigan, Alloh biladigan dushmanlarni qo'rqitusizlar. Sizlarning Alloh yo'lida sarf qilganinglar mayli nimali bo'lsin, sizlarga uning savobi to'liq beriladi." Tafsirshunoslar bu oyatdagi tayyorlikdan askariy tayyorlik ko'zda tutilgandan boshqa yana zolimga qarshi urush qilish kuchiga ega qiladigan, o'z davrida kuch sanıladigan ilm-fan, bilim-ma'rifat, iqtisodiy kuchga o'xshash barliq sohalarda tayyorlik qilishni ko'rsatadiganligini ta'kidlaydi. 4-yo'l yo'ruq iymonda mustahkam turish. Agar mazlum bo'lgan xalq iymonida qanchalik mustahkam turib, Allohga shuncha yaqinlasha olsa, Allohning yordami u xalqga shunchalik tez tushadi. Qur'on Karimdagi o't o'raklarga tashlangan xalq qissidagi ko'z oldida bolasi o'tga tashlanayotganda buqining zuvonga kelib, onasini iymonida mustahkam turishga rag'batlantirishdan bu nuqtaning texmi muhimligini his qila olamiz. Zulmga butun kuchi bilan qarshilik ko'rsatish, rozi bo'lmaslik kerak. Shundaqla zulm uchragan xalqning qarshilik ko'rsatmasligi zulmning texmi uzunga so'zilib ketishiga sabab bo'ladigan omillar qatoridan hisoblandi. Musa alayhisalom va xalqining son kuch jihatda shunchalik ojiz turib, zolim Fir'avnga ko'rsatgan qarshiligi va haqda mustahkam turishidan biz buni tushunib olamiz. Zulmga uchragan xalq alohida ahamiyat berish kerak bo'lgan amallardan biri bo'lsa, kechalari tahajjud tuturish. Alloh taolo Qur'on Karimda Musa alayhisalomga vahiy qilib mundaq deydi: "Uylaringlarni namoz o'qiydigan joy qilinglar, namoz o'qinglar." Bu oyatda deyilgandek mazlumlarning kechalari Allohga yilinib duo qilishi, namoz o'qishi, ruhini paklab, o'zini qiyin vazifalarga hozirlash kerak. Yana bir oyatda Alloh taolo payg'ambar alayhisalomga mundaq deydi: "Sana nafli ibodat bo'lishi uchun kechining bir qismida namoz o'qishga, Qur'on o'qishga uyg'ongin. Ey Muhammad, shundoq qilsang Robbing seni madhiyalanadigan bir maqomga erishtirishi mumkin." Mazlumlarga berilgan yo'l yo'riqlardan yana biri bo'lsa, g'alaba nusratdan umidvor bo'lish. Alloh bizga Qur'onda so'zlagan qissalar va tarixdan biri mazlumlarning Allohning yordamiga erishishi bizni har vaqt Allohdan umidimizni uzmaslikka, bularning vaqtli qiyinchilik ekanligi, Allohning bizga qo'ygan bir siniqidan iborat ekanligini astin chiqarmasligimiz, o'zimizni har vaqt shu nusratga loyiq qilishga tirishishimiz kerakligini eslatadi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: "Zolimlarning qilmishlaridan Allohni bexabar deb o'ylamagan. Alloh ularni jazolashni shu kunning dahshatidan ko'zlar chakchiyib qoladigan kunigacha, ya'ni qiyomat kunigacha kechiktirdi." Qur'on yo'l yo'riqlaridan yana biri bo'lsa, uchirgan zulmni so'zlashdan qochmaslik. Ba'zida bizda uchrayotgan zulmlarning turlari ko'payib, shakli qabihlashgancha xalqimiz uchrayotgan zulmni boshqalarga so'zlashdan qochadigan yoki so'zlashdan xijil bo'lib, uni bayon qilishni vijdonsizlik hisoblaydigan xato qarashlar paydo bo'lib qoladi. Biz Uyg'ur musulmonlar ichida ham kunimizda Xitoyning jazo lagerlarida qiz ayollarimiz uchrayotgan zulmlarni so'zlashni adabsizlik, behayolik deb qaraydigan xato tushunchalar ham mavjud. Amaliyotda bandalarning barliq ahvollarini yaxshi biladigan zot mushu nuqtaning o'zini Qur'on Karimda tilga olgan va uningga alohida ruxsat qilgan. Alloh taolo mundaq deydi: "La yuhibbullohul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim." Zulmga uchrag'uchidan boshqa har qanday kishining oshkor yomon so'zni qilishini Alloh yoqtirmaydi. Zulmga uchrag'uchining zolimdan shikoyat qilishiga va uningga duoibat qilishiga bo'ladi. Alloh zulmga uchrag'uchining duosini anglovchidir, zolimni bilguchidir. Qur'on yo'l yo'riqlarining eng muhimlaridan biri bo'lsa, jamoatlashish. Jamoatlashish dinimiz islom eng ko'p ta'kidlagan, mayli mazlum, mayli hur millatlarga bo'lsin, hammaga barobar shaklda zarur bo'lgan amallardan biridir. Bo'libmi bizga o'xshash vatani tortib olingan xalqqa nisbatan jamoatlashish bizning zulmdan tezroq qutulishimiz, Allohning yordamiga erishishimizdagi intayin muhim omildir. Shundoq, bizga biz yashayotgan bu zulmdan qutulish yo'lini bütün kainat ve insanların yaratquchisi sizib bergan yo'l xaritasi oldimizda. Bu dunyoda hech bir yordamchisi veya qo'llovchilar bo'lmagan g'arb Uyg'ur musulmonlari uchun bu zulmlardan eng tez qutulish yo'li
hammadan kuchli zotning ta'limotlariga agishishdir. Mehribon Allohdan xalqimizni eng qisqa muddatda bu zulmdan qutqizishini, bizga vatanimiz mustaqillik uchun elib beriladigan jihodga qatnashish fursatini ato qilishini so'raymiz.